Assalomu alaykum barcha o'rnashlarimizga. Navbatdagi videolarimiz Sparklardan bo'ladi. 28-sentyabr sanasida kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, fikrlarni albatta kommentarda qoldiramiz. Navbatdagi Sparkimiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan oq rangda. Kraskalari. Kraska toza bir ikkita petnocha bor. Petno foizi qancha? 5% mi? Shunday. Xo'p, kapotini bitta ko'raylik. Bu zavodskoy avtomatmi? Zavodskoy avtomat. Aha. Xo'p. Euro motor. Euro motor 4-avlod propan bor, ABS konditsioner bor. Muammo yo'qmi? Muammo yo'q, faqat haydash kerak. O'zini zavod 14lik quyma diskalarda mexnik banlar holati o'rta. Oq oynamiz tonirovka, tomlarda dugalari bor. Xo'p, salonlari polni elektronika. Polik chixol zavod, rezin poliklari bor, barlari bor. Avtomat korobka. Video ekstratorlar bor. Qancha yurgan ekan aka? 150 ta. 150 ming yurgan. Bu eshigimiz ochiladimi? Ochiladi. Nech pul tog'i bu? 7800. Xo'p, aka qayerda mashina ekan? Shaharniki Samarqand. Shaharda mashina. Narxiga kelsak. 7800 deyapman, kelishtirib beraman. Agar bir 2000, 3000 puli bo'lsa ham vikubga ham beraman bevilga. Hozir men buni sotmas edim, imorat qilyapman. Shuning uchun majbur sotyapman, bo'lmasa sotmasdim. Ha, tushunarli. 7800 dan necha pulni o'tib beramiz realnisi narxga sotilsa? Hay telefon qilsam kelishib beraman. Bir 7,5 dan pastga gaplashib ko'ramizmi? Ko'ramiz. 7,5 da shu. Ha, 7,5lar bo'lsa gaplashib ko'ramiz deyaptilar. Ya'ni telefon qilsalaringiz o'ylab To'rtta ko'ramiz. balon yangi. Propan ham yangi qo'yilganman. Telefon raqam ayting. 90lik 90lik kod 462 22 46. 90lik 462 22 46 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib savdolashib olamiz. Vikubga beraman. Navbatdagi Sparkimiz metalik rangda 2015-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi aka 10% kraskalari bor ekan, yana kelib ko'rib tekshirib olamiz. Metan gazimiz bor. ABS konditsioneri yo'q, Euro motorda. Motor korobka ходовой hammasi chotgan aka. Volsten 15lik, diskalar mexnik banlar holati o'rta, oq oynamiz tonirovka, nikel xrom. Xo'p, pozitsiyasi bor ekan. Polik zavod, rezin polik, chixollari bor, barlari bor. Qancha yurgan ekan aka? Patologlar material tortilgan. 300 ming yurgan ekan mashinamiz. Xarajati yo'qmi? Yo'q. 2015 birinchi pozitsiya do'stlar. Xo'p, aka qayerda mashina? Narxiga kelsak. 4700. 4700 Samarqand shahrida mashina. Kelishib ko'ramiz. Nechilari kelishamiz? 4300, 400, 200. 4600 ga beraman. Bozor necha qilyapti aka? 4400. Bermadingiz. 4,5 ga olib ketsa bo'ladi-a, bo'lmasa. Nasiya variant? Gaplashamiz nasib. Telefon raqam? 90lik 90lik kod 505 500 505 505 77 59. 77 59 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib, savdolashib, qancha puli bo'lsa olib ketsa bo'ladi aka variantga. 3000. 3000 pulingiz bo'lsa bemalol aloqaga chiqamiz do'stlar. Navbatdagi Sparkimiz oq rangda 2011-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskalar aka 30-35% kraskalari bor. Benzinda ekan mashinamiz, konditsioner, prostoy motorda. ABSlari yo'q. Motor korobka ходовойлari yaxshimi aka? Ha, yaxshi ekan. Olinsa bo'ladi, ha? Xo'p, Optra 15lik diskalar, mexnik banlar holati o'rta. Oq oynamiz tonirovka, tomlarda duga. Pozitsiyasi ikkinchi pozitsiya elektronika. Polik, rezin polik, chixol barlari bor ekan. Qancha yurgan ekan aka? 4600 aka. 160 ming probegda. Xo'p, torpedlarda ham chixollari bor. Pultlari ham bor ekan, ha? Xo'p, aka Samarqand shahrida mashina. Olib minishga tayyor, xarajat yo'q. Narxiga kelsak. 5000 deyapsiz, yana kelishamiz aka. 5000 dollar so'rab turibmiz, o'tib berasiz. 4,5lar shishtir bo'lsa olib ketsinmi? O'ylab ko'ramiz. O'ylab ko'ring. Nasiya variant? Nasiya bermaymiz. Bir oygacha nasiyasi bor. Variantchi?
Variant yo'q. Telefon raqami aka. 33'lik 33lik 259 259 03 03 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib savdolashib olamiz do'stlar. Navbatdagi Sparkimiz oq rangda 2019-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi bor ekanmi aka? Krilo kapotda kraska bor. Qolgan joylar chotkimi? Kapot ochiqmi yopiqmi aka? Bitta ko'raylik. Xo'p, Euro motor, metan gaz bor, ABS, konditsioner, hamma narsa bor. Avtomatdan? Pult, hamma narsa bor. 15lik. 15lik Vossen, yaxki balon yangi holatda. Orqani tonirovka nikel xrom, Magicar pult. Buni full desak ham bo'ladi. Xo'p, polik zavod, evakor polik, chixol bar. Avtomat korobka 19000 yurgan ekan. 19000 yurganmi aka? Yo'q, 196. Ha, 196 ta, menimcha. Yo'q, 110 tami? 196 ming yurgan ekan. Xo'p, mashinamiz ham xuloslar. Samarqand shahrida mashina aka. Narxiga kelsak. 7900'da kelishda beramiz. 7900 o'tib berasiz. Tochkani nechiga qo'yamiz? 7,5 qo'yamizmi aka? 7,5 qo'yamiz. 7700 qo'ysangiz 7700 lar bo'lsa, ha? Nasiya variant naqdga. naqdga faqat. Xo'p, telefon raqami ayting aka bo'lmasa. 97'lik 97lik kod 575 575 6701. 6701 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib, yana savdolashib olamiz do'stlar. Necha pul dedingiz aka hozir? Navbatdagi Sparkimiz oq rangda 2019-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskalar aka. Ikkita joyda petnosi bor ekan do'stlar, ikkita detalda anig'i. 4-avlod metan gazlari bor, ABS, konditsioner bor, Euro motorda. Motor korobka hadovi Zo'r aka. Xo'p, shapaloq 15lik diskalar, yaxki balonlar holati yaxshi holatda. Tonirovka orqa o'yinda. Salon holatlari ikkinchi pozitsiya lyuks. Polik zavod, evakor polik, chixol bar, Tesla monitor, video registrator, salon holatlari. Yurgani qancha aka? 87 ming aka, avtomobillarga. 87 ming probegda ekan mashinamiz. Orqa salon. Aka, Samarqand shahrida mashinami? Narxiga kelsak. 6,5 ming deyapmiz. Aha. Kelishida beramiz. 6,5 ming dollar savdosi bor. Naqd pullar bilan kelsa nechilar kelishib olamiz aka? 6200 larga beraman. Oltilar kelishaylik. Yo'q. To'g'ri kelmaydimi? 6200. 100 ni o'tasizmi qay? 6100 mi? Ha. Naqd 50 desa. o'tib beraman aziz. Xo'p, 6150 lar bo'lsa olib ketishlaringiz mumkin ekan. Yetmay qolsa variant qanday bo'ladi aka? Beko, Hammasi bor. Bo'ldi. Telefon raqami ayting aka. 91lik 91lik kod 702 700 2 2 72 72 60. 60 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, yetmaganiga variantga bemalol aloqaga chiqamiz do'stlar. Hamma variant iloji bor. Oxiri 6150 lar bo'lsa olib ketishlaringiz mumkin. Navbatdagi Sparkimiz oq rangda 2012-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskalar kraska o'zlab oladi mana bor. qirilgan joylari bor, kraska qilinmagan. Yo'q, bormi kraska? Kraskalar yo'q deyaptilar. Kelib ko'rib tekshirib olamiz. Qirilgan joylari bor ekan. Xo'p, avtomat korobka, 4-avlod metan gazlar bor. ABS yo'q, konditsioner bor. Prostoy motorda, birlik motor. Cobalt diska balonlar holati yaxshi, kalpak taqilgan. Qancha yurgan ekan? Orqani tonirovka nikel. Xo'p, 7 depolik, polik zavod, chixol barlari bor. Xo'p. Bu 400 mingni ko'rsatyaptimi? 400 ming probegda avtomat korobka, Tesla monitor, video registratorlari bor. Motor korobka hadovi hech qaysi muammo yo'qmi? Ammo yo'q. Haydash kerak, ha? Faqat metan gaz. Minish kerak, haydash kerak deng. Xo'p. Jenskiy salon deyaptilar akamiz. Opalarga, yangalarga zo'r variant deysiz-da. Opalarga, yangalarga zo'r variant deysiz. O'zi ham opa yangalar mingan. Xo'p, aka, qayerda mashina ekan? Juma bozorga. Pastorxon Juma, narxini ayting. 5,5 debdan kelishamiz. Bo'ladiganini gapiring. Oxiri 5. O'tib berasizmi sunnatiga? Yo'q. Bir 4800 larga. Yo'q. Tochka 5. Oxiri 5. Yetmaganiga variantga qanday qilamiz?
Yo'q, variant degan narsa yo'q. O'zim Cobalt olaman degan niyatim. Yetmaganiga bir necha kun kutib olasiz, masalan, yetmay qolsa bir 4000 ga ishtir bo'lsa. Yo'q, naqd bo'lsa beraman. Naqd bo'lsa 5 ta bersan olib ketsin. Ha, yana bir 100 ni o'ta olasizmi agar puli naqd bo'lsa? Tochka 5. Oxiri 5. Telefon raqam 93lik 93lik 972 972 22 79. 22 79 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, shuni ko'rib savdolashib qolamiz do'stlar.